Davlat sistemadagi guruhlar nomi ikkinchi qism. Birinchi guruh nomi ishqoriy metallar edi. Lekin nima uchun aynan ishqoriy metallar deb ataladi? Buning sababi birinchi guruhdagi vodoroddan tashqari bo'lgan barcha metallar suv bilan reaksiyaga kirishganda kuchli asoslarni, ya'ni ishqorlarni hosil qiladi. Shuning uchun ham birinchi guruh nomi ishqoriy metallar deb ataladi. Ikkinchi guruh ishqoriy yer metallar guruhi. Ishqoriy deyilishiga sabab ular ham suv bilan reaksiyaga kirishganda kuchli asoslarni, ya'ni ishqorlarni hosil qiladi. Yer deyilishiga sabab esa ularning oksidlari, misol uchun kalsiy oksid yoki bariy oksid ko'rinishdan yerdagi tuproqqa o'xshaydi. Shuning uchun ham yer so'zi berilgan. Uchinchi guruh bor guruhi yoki triallar guruhi deb ataladi. Bor guruhi deyilishiga sabab guruhdagi eng birinchi element bor, ya'ni bor mana shu guruhni boshlig'i hisoblanadi va triallar deyilishiga sabab bu guruhdagi elementlar asosan birikmalarida uchrayotlikni namoyon qiladi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va obuna bo'lishni unutmang. Keyingi qismlarda ko'rishguncha.